Sizlarni bilmadim-u, biz ukam bilan uyda urushardik-da. Uydagilar qayerdir ketsa, примерно shu bir 3 sekunddan keyin sразу urushayotgan bo'lardik biz. Endi ukamga taklif bilan chiqardim, ukam rozi bo'lardi. Prosta kalta yegandan rozi bo'lgan yaxshi-da. Sizlarda ham bo'lmagan bilmayman. Shu ukamni o'zini himoya qiladigan kamarlari bor edi. Bilasizlarmi qanaqa kamarlari bor? Ukamni mana shu simulyatsiya qilib yig'lash, ya'ni qo'l usti yemasa ham yig'larish degan yo'nalish bo'yicha ukam o'zini kamarini himoya qilardi. Yana undan tashqari 70 yillik obro'ni bitta gap bilan ko'chada birovlarning oldida yerga tushirib qo'yish degan yo'nalish bo'yicha keyin undan keyin haligi qaysidir siringizni bilib qolib, uni sir saqlamaslik yo'nalishi bo'yicha ham ukam. Bu yerda men aka bo'lib turib, meni ham himoya qiladigan yo'nalishlarim bor. Haligi hech narsaga urorish degan yo'nalish bo'yicha kamarimni himoya qilardim. Undan tashqari dadam buyurib ketgan ishlarni ukamga qildirish degan yo'nalish bo'yicha ham kamarimni himoya qilardim. Jang yo ukam yig'lab meni tishlab olguncha, yo qaysidir sinib ketguncha bo'lardi.